Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu o'yinda anchadan beri kutib o'tirgan edim. Ya'ni anchadan beri kutgan o'yinim. The Precinct deb adashmasam nomlanadi. Agar noto'g'ri o'qigan bo'lsam uzr so'rayman. Ya'ni uchastik, politsiyaskiy uchastik yoki tayanch punkti yoki городское отделение politsiya desak ham bo'laveradi. Bosh qahramon o'zi rasmi turibdi. O'yin biroz multfilm sifatida qilingan, ham strategический tepadan olingan, ya'ni obzori tepadan olingan GTA Vice'ni eslatadi. O'yinni boshlayman, o'yin davomida o'yinni tushuntirib o'tib ketaman. Men bu o'yinni pashti 1 oydan beri o'ynayapman. 1 oy oldin boshlagan ekansiz, nimaga sirazi obzorini chiqarmaysiz degan savol tug'ilishligi mumkin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra videoni chiqarilganim yo'q edi. O'shani hisobiga hozir mana bugun uyda bitta o'zimman, o'shanga hech kim yo'qligida obzor qilib chiqarib oldim. Unaqada boshlaymiz. Videomiz qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman, chunki o'yinda obzorini daskanalniy qilishga harakat qilaman. Qisqa vaqt ichida o'yin haqida ko'p ma'lumot berishga harakat qilaman. Balkim sizlarga ham bir ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Men hozir klaviaturadan pultga o'tkazib olishim kerak. DualSense da o'ynamoqchiman. Klaviaturada o'ynash yaxshi-yu, lekin pultda o'ynashlik boshqa kayf beradi-da. Xo'p, boshladik bo'lmasam. O'yin politsiyaskiy uchastikdan boshlanyapti. Bu yerda 4 ta zadaniya bor. Peshkom yurib qilishlik, o'ng tarafda xarita, shaharda xaritasi, chap tarafda zadaniyalar. Qaysi zadaniyani bugun o'z bo'ynimga olishim kerak? Peshkom yurib, ya'ni piyoda yurib shahardagi shu menga belgilangan mahalladagi tartibsizliklarni oldini olishligim uchun kechqurun 8 dan ertalab 2 gacha 6 soatlik smen. Parkovka, mashinalarning parkovkasini ko'raman, parkovkalarni yozaman, mana shtraf qildi deb. Mashinada patrulирование qilishligim mumkin, ya'ni kim tezlikni oshirdi yoki jinoyatchi shunga o'xshaydi, vertolyotda qilishligim mumkin. Butun boshli ish o'zimizni okrugda politsiyaskiy uchastiklari bilan polniy охранять qilamiz yoki qochib ketgan o'g'rilar ushlaymiz. Birinchi bo'lib parkovkadan boshlayman. Boshladik bo'lmasam tanlayman. O'yin politsiyaskiy uchastikdan boshlanadi. Ketdik. Davay malish deyapti. Xo'p, biroz politsiyaskiy uchastikni tushuntirib o'tib ketaman. Chap tarafdan boshlaylik. Bu detektivlar xonasi, o'ng tarafdagi o'rtadagi xonaga hali beri hech kirganim yo'q. Bu sheft xonasi, ya'ni politsiyaskiy uchastikda xo'jayinning xonasi. Bu yerda byuro deydimi, anaqa dokument ishlarni qiladigan. Briefing xonasidan biz zadaniyalarni olib chiqamiz. Har kuni ertalab majlis bo'ladi. Kim qaytga keladi, qaytga ketadi, kimga qaysi uchastik berilgan. Bu yerda ushlangan odamlarni 15 sutka o'tirib chiqdi, 1 kun o'tirib chiqdi deydi-ku, chivolib ko'chada bironta jinoyat bilan o'tirsa, mana ikki olib kelib tiqib qo'yamiz. Xo'p, o'ng tarafda tergov xonalari, bu yerda anaqa tergovlar bo'ladi. Uchragan jinoyatchilarda bu yerda rasmga olinadi, bu yerda tergov qilinadi. Interrogation locker, bu yerda tualet, hammom, ya'ni dush, bu yerda qurol yaroqlarimizni almashtirib olishimiz mumkin. Zadaniyaga qarab ochilishligi mumkin bu narsalar. Men hozir o'zimga birinchisi Winchester tanlab olay. Elektroshoker pistolet bor, kerak emas menga. Avtomat, bekka ognitушитель olmoqchiman. Nimaga ognitушитель olaman? Chunki men tushuntirib o'tdim, mendan vertolyotda zadaniya tanlaganingizda mendan tomgacha ketishingiz kerak bo'ladi, mendan tomga chiqadigan joy. Xo'p, unaqada biz tezroq nimani zadaniyamizni bajaraylik. Biz parkovkani noto'g'ri parkovkaga qo'yganlar yoki o'tkazib yuborganlarning nimasini, jinoyatini aniqlab shtraf yozamiz. Xo'p, ko'cha grafikani ko'ryapsizlar, yomg'ir yoqqan, biroz oldin chiqmasimizdan oldin ko'chalar ho'l, asfaltlar va shu grafikani ko'ryapsizlar, tanishib chiqinglar. Bu bizning politsiyaskiy uchastigimiz raqamdagi mana ko'rib turganingizdek, politsiyaskiy departament. PD so'zi P polis, D departament. A si endi qaysi shahar bo'lsa o'shani oti qo'yiladi. LS bo'lsa yo LPD bo'lsa Los Angeles politsiyaskiy departament bo'ladi. Xo'p, bu meni mashinam. Ognitушитель ba'zida otishma bo'lgan paytda mashina yonib ketadi, o'shani sirazi o'chirishlik uchun. Chap tarafda xaritaga e'tibor beringlar. Xarita bizga belgilangan okrug. Mana shu okrugda jinoyatlarni nima qilamiz? Oldini olishga harakat qilamiz. Boshlandik. O'ng tarafga o'tsam ham bo'ladi, lekin asosan meni zadaniyam menga berilgan joyda jinoyat ishlarini nima qilishim kerak. Politsiyaskiy mashinada migalkalarni yoqsangiz bo'ladi. Masalan, mana ko'rsatay. Bu yoqishlik, bu ham yoqib, ham ovoz chiqarishlik. Bosamiz. Bu faqat migalkani yoqishligi, ovoz chiqarmaslik.
bu yana bitta bossangiz o'chadi. Bu faqat mignut qilishlik uchun. Pop qilib qo'yadi. Xo'p, o'ng tarafda bir jinoyat bo'ldi. Mashinani o'g'irlayapti bittasi. Control, we're on it. O'g'irladi, sirazi orqasidan quvlaymiz. Hop. O'tyapti ham, migalkan yo'qaylik bu. Sirazi jinoyat boshlandi, orqasidan quvlaymiz. O'yin mana shu qiziq, agar o'ynaydigan bo'lsangiz. Tepada uchta minus chiziqcha paydo bo'ldi, to'layapti. Mana bitta ekranning o'rtasida tepada e'tibor beryapsizmi? Suspect vehicle last spotted in Chinatown. Chinatown mahallasiga qochib ketdi deyapti. Oba, uramiz. Bir minut. Chig'ildan qochib oldi. Ana shu tepada 3 ta chiziqcha tursa sizga возможностьlaringiz ko'payadi. Podkrepleniya chaqirishingiz mumkin, sheriklar chaqirishingiz mumkin, yo'llarga post qo'yishingiz mumkin. Mana odam qochyapti, yo'llarda nima qilinglar, to'sib qo'yinglar deyishingiz mumkin. Faqat shuni to'ldirishingiz kerak. Ya'ni qancha ana yordamga keluvchi. We need to stop that vehicle. 84 received. Why? Suspect vehicle was last seen in Brookhaven. Ya'ni Getaway'ga o'xshab podkrepleniya chaqiraylik. Hozir 3 ham to'ldi. Podkrepleniyani variant podkrepleniya. Spetsnaz mashinasi, обычный полицейский mashina, yo'llarga shina qo'yishlik, vertolyot chaqirishlik, blokpost qo'yishlik. Men Spetsnaz mashinasini chaqiraman. 84 Adam, chunki bronirованный mashina bo'lganligidan yaxshi nima qiladi. Xo'p. Mashina bu tarafda ekan, oxirgi marta o'sha yerda ko'rishgan. Xaritada e'tibor bergan bo'lsangiz, unaqasi yo'qadi. Suspect vehicle last spotted in Chinatown. Get tighter to the suspect. Orqasidan quvlaymiz, mashinani abjad chiqib ketdi uni quvlaymiz. Suspect vehicle identified in Bakersfield. She's hit a civilian. Copy that. Suspect is on foot. Taslim bo'ldi, taslim bo'ldi. Qo'lingni ko'tar, jig'ildan. Огнетушитель ko'tarib olgan qaranglar. O'shaymiz, aniqlaymiz. You have the right to remain silent. Sukut saqlash huquqiga egasan. Обязательно ushlashdan, arestovat qilishdan oldin yoki narushnik taqishdan oldin huquqini bildirib qo'yishingiz kerak. Ichib olganmi, tekshiramiz. Yo'q, ichmagan. Yonida bironta narkotik, bironta qurol yarog' bormi tekshiramiz. Keyin dokumentini ham tekshirsak bo'ladi. Lom chiqdi ichidan. Xo'p, check this one for priors. Morton ratsiyadan ID kartdan tekshirib oling deyapmiz. Tekshiradi. Records indicate prior criminal activity. Eski jinoyati bor ekan, agar bilinsa vzlomon. Xo'p, unaqada protokol yozamiz. Birinchisi mashinada qochdi, попытка скрыт ареста, ya'ni qochganligi uchun. Ugon mashina с применением насилия. Ya'ni bu o'g'irlik qildi-da, krajа mashina qilsak to'g'riroq bo'ladi yoki ugon. Menimcha mana bo'lsa kerak. Ikkita jinoyat bo'ldi. Uchinchisi tezlikni oshirib yubordi. 3 ta jinoyat, orqaga qaytamiz. Yonidan lom chiqdi, хранение незаконное оружие, narkotik, tovar. Menimcha оружие qilsak to'g'riroq bo'ladi, chunki yonidan lom chiqdi. Yana nima bor? Ya'ni hozir bizda 4 ta jinoyat bo'ldi. Orqaga qaytamiz va arestovat bosamiz. Xo'p, arestovat qildik va kimga buyuramiz? O'zimiz olib ketsak bo'ladi. Masalan, chap tarafda o'zimiz olib ketishimiz mumkin politsiyaskiy uchastkada. O'ng tarafda yordam chaqirsak bo'ladi. Yordam chaqiramiz. Mashina keladi, bu politsiyaskiy olib ketadi buni boshqa nimalar. Xo'p, mashinamizga o'tiramiz. O'zimizning hududimizga, o'zimizga mas'uliyat tushgan hududga qaytamiz. Politsiyaskilar buni olib ketadi. Bu yerda mana misol uchun meni mashinamning kapotlari tushib ketdi, mana yo'llari qirilib ketgan, yo to'kilib ketgan. Bu yerda ustaxona bor mana yerda. Endi kirsangiz, srazu mashinangizni remont qiladi. Xo'p, tayyor. Endi o'zimizning okrugimizga qaytsak bo'ladi. O'yin juda qiziq, to'g'risi. Har xil tarafdan obzor qilsak bo'ladi. Xo'p, migalkani o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi menimcha, faqat yoqishni bossak, signal o'chsin, ovoz signali o'chsin. Chap tarafda bir jinoyat bo'lgan, mana ko'ryapsizlar, pojarniy gidrantga mashinasini qo'yib ketgan. Chap tarafda e'tibor beryapsizlar, mana bu. Bunga shtraf yozishingiz mumkin. Lekin biz okrugimizga oid emas. Bu bizning mas'uliyatimizdagi narsa emas, lekin baribir o'yinda o'rgatishlik uchun aytib o'tib ketyapman.
pojarni gidrantga qo'yib ketgan, shtraf yozib qo'yamiz, bo'ldi. Yani ikkinchi safar kelganda buni joyga qo'ymasligini bilish kerak edi, chunki biror joyda yong'in bo'lsa, pojarni kelib qiynaladi, mashinani olib tashlash kerak, egasini topish kerak, va shu vaqt ketadi. Xo'p, yana yuramiz, o'zimiz okrugimizga qaytish paytida chap tarafda parkovka bor. Parkovkani bilasizlar, soatli bo'ladi bularda. Tushiraylik, tushamiz. Har bitta qo'yilgan mashinaning soati bo'ladi. Masalan, mana mashina menga parkovga qo'yilgan, soati qanaqa? Ko'ramiz, parkovniy chassi deyapti. Xo'p, to'lmagan, ya'ni 4 soat, endi 4 soat bo'libdi. 4 soatdan o'tib ketsa, shtraf yozishimiz mumkin bo'ladi. Orqaga qaytamiz. Ketdik. O'zimiz okrugimizga keldik. Shu yerda охранять qilish, ya'ni shu yerdagi jinoyatlarga javob beramiz. Bizga belgilangan zona shu. Mana ro'parada bizni okrugimizga oid bittasi mashinasini noto'g'ri joyga parkovka qilgan. Ko'rib turibsizlar, trotuarga chiqarib qo'ygan. Buni oldini olamiz. Mashinani joyiga qo'yib turaylik. Tushamiz va trotuarga mashinani chiqarib qo'ygan. Jinoyati shu. Ya'ni bunga jarima yozamiz, trotuarga chiqarib qo'yganligi uchun. Xo'p, yaxshi. Davom ettiramiz. O'zimiz okrugimizga. Nima davomida, ya'ni xizmat davomida har xil jinoyatlar chiqishligi mumkin, shuni hisobga olasizlar. Faqat bitta nima emas. Any available cars, citizens are reporting a driver showing signs of impairment on Fenwick intersection 4. Bu uchib olgan shekilli mana. Qo'ydan chiqani. Bu uchib olgan, точно что-то. Yo'q, qochib. Mashinadan. Yosh mashinadan shashvar bilan. Tekshiraylikchi. Alkotester. Haqiqatan uchib olganda, chunki noto'g'ri yuribdi-da. Test says they're intoxicated. Hech narsasini tekshirmayman, sразу arest nima qilib qo'ya qolaman. Vождение. Mashinaga oid jinoyat bo'lsa, mashina qismiga o'tasiz. Xo'p, sizda netreзвым состояние, ya'ni ichib olib mashina haydashlik belgilandi. Belgiladik, arestovat qilamiz. Next time, try frisking the suspect for contraband. Nima chaqiramiz? O'zimiz ham olib ketsak bo'laveradi. Сопровождение nima chaqiraylik. Ketdik. Jinoyatni aniqladik. Boshqa bizni hozir qiladigan ishimiz boshqa nimalar. Ya'ni bularda boshqa nima podkreplение chaqirdim, ularni qo'lidan berib yuboramiz, ular kelib olib ketadi. Politsiyskiy uchastkaga bitta mahallalarga kirsiz bo'ladi, misol uchun. Kirib, misol uchun o'ngga chapga qarab boshlaymiz. Mashinani qo'yib ketgan, qaranglar, shashvar. Shuna joyga mashina qo'yiladi. Molmisan sen? Bitta trotuar buriladigan joy-ku bu. Odamlarga xalaqit berasan. Chiq. Mana shu yoqmadi-da qilgan ishingchi bor-ku. Shtraf yozaylik. Слишком близко к перекрестку. Olsanga mana shtraf. Keyingi safar o'ylab qo'yasan mashinani. Skamekada odam yotibdi tepada, ko'rdingizmi? Pojarniy gidrantni yoniga bittasi mashina qo'yib ketdi, mana ko'rdingizmi? Mana mashina noto'g'ri qo'ygan-da mana uni. Hozir pojarniy keladigan bo'lsa, problema bo'ladi. Gidrantni yoniga qo'ygan, shtraf yozamiz. Endi savol tug'ilishligi mumkin, aka, siz buni Getawaysga o'xshaydi dedingiz. Boshqalar mashinasini haydab ketsa bo'ladimi? Bo'ladi, конечно. Misol uchun mana shu shtraf qo'ydi, mana shuni mashinasini haydab ketmoqchiman, misol uchun. Mana bu ham misol uchun no parking, ya'ni bekor park qilma degan. Lekin bu parkka qo'ygan. Bunga ham jinoyat nimasi, jinoyat ishmasi, shtraf yozamiz. Chunki zona запретной parkovkaga belgilaymiz mana. Noto'g'ri joyga nima bo'lganda. Xo'p, endi Getawaysga o'xshaydi, mashinani haydasak bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, mana mashinani haydamoqchiman. Qanaqa qilib ustiga bosamiz. Oynani sindirib, mashinani ochsak bo'ladi. Signalizatsiya ishladi. Короче, haydab ketsangiz ham bo'ladi. Men haydamayman hozir, chunki menga kerak yo'q. Prosta ko'rsatishlik uchun qilyapman buni. Tepaga migalkani qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Bu qonuniy tarafdan ularda qonunida mumkin. Ya'ni biror bir jinoyat bo'lsa, o'zimiz politsiyskiy mashinamiz bo'lmasa, lekin o'g'ri qochib kettirgan, jinoyatchi qochib kettirgan bo'lsa,
Jig'ildon nima deyapsan? Shashvar bilan. Shu bilan sheri urib ketdi meni. Voy jig'ildon bilan. Voy. Mana shunday jinoyatlar ham bo'ladi-da, kez tursangiz ta otib tashlaysiz. Politsiyskini yoqtirmaydiganlar ham ko'pda chet elda shaqillasib tashlaydi. O'yin GTA Vice'ga o'xshagani bilan faqat bitta personaj bo'ladi. Ya'ni har xil ham jinoyatchi una narsa bo'lmaysiz. Sizning ishingiz faqat shu qonunbuzarlikka qarshi nima bo'ladi? Ya'ni ertalabdan kechgacha politsiyskiy qiladigan kundalik ish vazifasini qilasiz. Vertolyotda zadaniyalar bajarasiz. Shunaqa parkovkalar, ko'chadagi narkobaronlar, ubistvalar, kriminallar, shunaqa ishlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. O'yin juda qiziq. Ayniqsa yosh bolalar maza qilib o'ynasa kerak. Buni asosan ikkita turkumga bo'lsam bo'ladi, ikkita narsaga darajaga bo'lsam bo'ladi. Bittasi bu o'yinmi, simulyatormi degan savol tug'iladi. O'zi aslida simulyator ham o'yin ham nima ham bitta-yu, simulyator o'yindan biroz farqli tarafi sizga biron narsa o'rgatadi. Masalan, avia simulyatorlar bor, sizga samolyotda uchishni o'rgatadi, samolyotni boshqarishni o'rgatadi. Bu politsiyskiy simulyator sizga kundalik politsiyskiyni qiladigan hayotidagi vazifalarni o'rgatadi. Agar siz voyenniy bo'lsangiz, ko'pincha askarga borib kelganlar, ya'ni harbiy xizmatda o'taganlar kelib militsiya bo'lishni xohlaydi. O'shalarga misol uchun mos kelishligi mumkin. Qabul qilamiz bitta jinoyatchi. Central, we'll take that. To'xta, shashva. 1088 vehicle pursuit. Shunaqa gaplar, ya'ni o'yin voy jig'ildon yomon qochdi. Ha, искусственный intellekt bor bu o'yinda, o'shani aytdi. Ya'ni kompyuter juda aqllik. Shunaqa qochib qo'yadi ko'p joylarda. Virtual. Ochmay qarab turibsan. Hop, tepada o'sha chiziq podkrepleniya chaqirish. Close the gap, boot. To'xta. Jig'ildon, sanmisan? Apa, tushib turing mashinadan. To'sh mashinadan. Mashinam 80-yildan mashina. Ketdiga. Sherida olmaysiz. Sheri o'zi avtomatik kompyuterdan tushib qoladi. Identified in Bakersfield. You're too far away. Podkrepleniya chaqiramiz. Menda bitta podkrepleniya bor, 3 ta podkrepleniya. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 7. Biz biroz to'ldirib olaylik. Har xil qancha ko'p to'ldirsak, tepada podkrepleniya uchuvchisi bor. Shuncha возможностьimiz katta bo'ladi, to'g'risi. Qana professionalni qochadi. Xuddi tarafda kompyuterimiz odam o'ynab turgandek. Fenwick intersection 7. Chiqmagan bu. Yoki haqiqatdan qanadir sudya istibori bilan jinoyatchi. Chotga qochadi. Bo'ldi, podkrepleniyaning ko'proq chaqirsa bo'ladi. Spetsnaz Backup at my location. Copy. Voy. Yonimizda nima bor edi? Barelning ichida neft yoki Wrap it up, partner. It's beer o'clock. O'sha ikkovimizdan portlab ketdi hozir. Shunaqa gaplar. O'zimiz okrugimizga qaytamiz. Bizga belgilangan hudud bor. O'sha hududda охранять qilishimiz kerak. Ha, smenamiz tugadi. Smena tugagan. Smenani topshirishimiz kerak. 6 soatlik smena edi menimcha. Politsiyskiy uchastkaga qaytamiz. Sizga belgilangan zadaniyalardan tashqari yana ko'p zadaniyalarda bajarsangiz bo'ladi, ya'ni. Lekin o'zingiz okrugingizga qarashingiz yaxshiroq, ya'ni sizga berilgan vazifani qilishingiz yaxshiroq. O'shamiz ketdik, smenani topshiramiz, politsiyskiy departamentamiz o'zi. O'yin shulardan iborat. Umuman olganda rosa o'ynasam bo'laveradi, prosta bu o'yinda haligi nimasi yo'q-da. Bir limiti yo'q. Bir zadaniyadan keyin ikkinchisi kelib chiqaradi. Avtomatik ko'chada yangi muammolar tug'ilaveradi, siz ularni rishat qilaverasiz. Hali Call of Duty'ga o'xshagan bitta zadaniyani bitirsangiz, u tugaydi, ikkinchisiga o'tib ketish yo'q. Bor bunaqangi mayda zadaniyalarda ichida katta zadaniyalar bor. Ularda tugadi, mana hozir o'zi 5 tasini tugatganman, o zadaniyalardan 5 tasini. Shunga yarasha ochkolar, nimalar, mana убийство, kompaniya по контролю за оружием.
yangi smena chiqdi, yangi anaqalar berildi. Bu yerdan yangi xaritalar ochildi. Hozir bitta narsani o'yindan chiqib ketmasdan oldin bitta narsani ko'rsatib qo'yaylik. Shu yerda bitta narsa bor. Sizga berilgan bonuslarda, возможностьlarda yangi qurollar, yangi xaritalar, yangi o'sha aytganimdek xarita, ya'ni kartalar ochiladi, yangi zadaniyalar ochiladi. Lekin shu tarafdan o'zingizga ham yangi возможностьlar beriladi-da. Masalan, men hozir bittasini tanlay, parkovkadan boshladi adashmasam, peshkomda piyoda yurib har xil jinoyatlar bo'ladi. Nima qilamiz? Men mashinani tanlayman.